Assalomu alaykum barchaga. Men sizlarga bugun yana bir hikoya tayyorlab keldim. Xullas, hikoyani real voqeaga asoslangan desam adashmagan bo'laman. Xullas, bir akamizdan keldi. Audio tarzda chiqarishga qaror qildim. Xullas, hikoyani yurakka boshlashni man etiladi. Paranormal hodisa birinchi hikoya. Bir do'stim menga o'zi bilan bo'lgan bir hodisani aytib bergandi. Hozir aynan shu voqeani e'tiboringizga havola etmoqchiman. Qani bo'lmasam biz hikoyani boshladik. Yoz oylarida edi. Dalada ish qizg'in o'tirib dam olish uchun vaqt yo'q. Havo juda issiq. Ishni yakunlagach tushlik paytiga uyga kirdik. Ovqatlanib bo'lgach hamma har yoqqa tarqaldi. Buvamning yeri juda katta edi. Salkam 50 gektar maydoni, uylari esa sal teparoqda. O'sha yerda sal uzoqroqda kichik bir uy bor edi. Cho'ponlar uchun mo'ljallangan yotish joyi. O'sha kichik uyda dam olish, ya'ni biroz uxlab olish maqsadida u yerga kirdim. Uy kichik, ammo toza ko'rpa ustiga yotishim bilan uyquga ketdim. Oradan qancha vaqt o'tdi bilmadim, ammo ustimda qandaydir bir og'irlikni sezardim. Xuddi ustimga kimdir chiqib olganday tuyulardi. Ko'zlarimni ocha olmasdim. Qattiq charchoqdan bo'lsa kerak, ko'zimni ochishga harakat qilgunimcha bo'ynimni muzday inson qo'li ushlaganday tuyuldi. Ko'zlarimni ochib qarasam, tepamda qora siluetni ko'rardim. Yuzi ko'rinmasdi. U meni qattiq bo'g'a boshladi. U shunaqangi qattiq tomog'imni siqardiki, hatto nafas olishga qiynalardim. O'sha qora siluetni nimaniki yoki kimligi qiziq emasdi. Shunchaki tirik qolish uchun kurasha boshladim. Tipirchilab uning qo'lidan qochishga urinardim, ammo har gal harakat qilganimda u meni qattiqroq bo'g'ardi. Qop-qora tana, odam shaklida, ammo u kim tushunmadim. Juda dahshatli edi. Nafas olishim tobora qiyinlashar, tilimsiz harakatlarim foyda berdi. Men o'rnimdan turdim, lekin tushunmadim, chunki meni bo'g'ib turgan qora siluet yo'q edi. Qattiq qo'rqqanimdan eshik tomon yugurib, uychadan chiqib ketdim. Uyning ahvoliga qarab bo'lmasdi. Ko'rpa va gilamlar betartib, o'zim esa qo'rqqanimdan rosa terlab ketgan edim. Ustimga kiyimlar ho'l bo'lib ketdi. Shu holatda u yerdan uzoqlashar ekanman, orqaga burilib uy tomon qaradim. Deraza oldida ko'rgan manzaram esa meni butunlay shok holatiga tushirib yubordi. U yerda qora siluet men tomon qarab turardi. Yuzi ko'rinmasdi, ammo inson shakliga o'xshash. Orqamga qaramasdan yugurdim. Hamma uxlagan, faqat bu moshxonada nimadirlar bilan band edi. U yerga kirdim va buvimga bo'lgan voqeani so'zlab berdim. Buvimni ham qo'rqib ketgani yuz ifodasidan bilinardi. Nega u yerga bording deya biroz tanbeh berib qo'ydilar. Men savol berdim. O'zi u yerda nima bo'lgan? Men bilan nega bunday bo'ldi? Buvim qo'rquv va hayajon bilan so'zlay boshladi. Bir necha yillar avval
U yerda bir dehqon o'z oilasi bilan ko'chib kelib yashagan. Ularning ham oilasi bilan shunday voqea sodir bo'lgandi. Bu voqeadan psixologik jarohat olgan kichik o'g'li telba bo'lib qolayozgandi. Kunduz ham o'ziga o'zi u meni kuzatyapti. U meni o'ldiradi deya qo'rquvga tushib qolgan. Shundan so'ng ular ko'chib ketishgan ekan. Asl tarix esa bu emas. Bu yer aslida juda og'ir joy, sababi bu yerda bir oila halok bo'lgan. Orada yana savol berdim. Bu qanday bo'lgan o'zi? Sabr qil, buni senga aytib beraman deya so'z boshladi buvim. Oradan qancha vaqt o'tdi bilmayman, ammo ancha yillar oldin aynan ana shu kichik uyda bir cho'pon yashagan. Oilasi bilan 2 o'g'il, bir qizi bor edi. Ular baxtli oila bo'lgan. Ammo bir kuni cho'pon qo'ylarini juda kech olib kelardi. Ertasi kuni ham bu holat har kuni takrorlangan. Ayoli uni yaxshilab kuzatgan. E'tibor berib qarasa, eri o'zi bilan o'zi gaplashyapti. Ovoz ham g'alati edi. Qandaydir g'alati ovoz ayol eridan ahvolingiz yaxshimi deydi. Eri esa bexavotir ha juda yaxshi deb javob beradi. Juda chekka joy, qishloqda olisda bo'lgan hudud, odam kam deyarli yo'q bo'lgandalar. Cho'ponning ahvoli kundan kunga o'zgarib borar. Endi u avvalgiday mehribon ota, yaxshi odam emas, zolim kishiga aylanadi. Bolalariga yaxshi gapirmaydi, ayoliga ham hatto qo'l ko'taradigan odat chiqardi. Bir kuni kechki ovqat ustida ayoli eriga domlaga borib bir o'qitib kelishni tavsiya qiladi. Bundan erining jahli chiqib, ayolini kaltaklaydi. Bolalar qo'rquvdan uy burchagiga o'tib olishgan. Zolim cho'pon kaltaklashdan to'xtagach, xirlagan tovush bilan hech kim hech qayoqqa bormaydi. Domlaga ham agar uydan uzoqlashsang, hammangni o'ldiraman deydi va tashqariga chiqib ketadi. Ayol uzoq vaqt yig'lab bolalariga joy solib uxlashga yotishadi. Yarim tun cho'pon qo'lida bolta bilan uy ichkarisiga kirib, birinchi ayolning tepasiga keladi va zarb bilan boltaning uchqur tarafi bilan ayolning boshiga uradi. U tinimsiz zarbalar berar ekan, hatto ayolning suyaklari singan ovozlari eshitiladi. Lekin e'tibor ham bermasdan o'zining murg'aq 3 bolasini ham bolta bilan chavaqlab tashlaydi. Davomi juda dahshatli hodisa. Oxirida cho'pon orqon olib kelib uychaning shiftiga bog'laydi va o'zini shu orqonga osib o'z joniga qasd qiladi. U nega bunday vahshiyliklar qilganini hech kim tushunmaydi. Oradan ancha vaqt o'tdi. Bu voqealar ko'pchilikning esidan ham chiqib ketgan deya bu hikoyasini yakunlar ekan, qaytib bu yerga yaqinlashma deb menga qat'iy gapirdi. Men bu gaplardan shokka tushdim. Endi hech qachon u yerga yaqin bormayman. Hammadan iltimos qilaman. Begona joylar, ya'ni o'zingiz bilmagan, avval yaqin kelmagan joyingizga aslo bormang. Toki men bilan bo'lgan voqea siz bilan takrorlanmasin. Qora ilonning qasosi. Yoshligimiz do'stimning bobosining dalasida o'tgan desa ham bo'ladi. Maktab tugashi bilan yoki shanba, yakshanba kunlari u yerga borardik. Katta hovuzda cho'milardik. Bizga hovuzda cho'milish yoki o'yin qiziq emasdi. Sevimli mashg'ulotimiz mol boqish bo'lgan. Qo'ylarni dalaga chiqarib, ularni ichidagi eng katta qo'chqorlarni ushlab, ularni ustiga minardik. Xuddi ot mingandek.
O'sha paytdagi qo'chqorlar bizga o'xshagan bolalarni 20tasini ham bemalol ko'tarardi. Ularni bir-biri bilan urushtirardik. Fantastik. Yoshlik bo'lganda o'zi ham agar bu ishlarimizni kattalar ko'rsa gap eshitishimiz aniq edi. Bir narsa o'ziga tortardi. Yana bir ajoyib tabiat. Manzarasi dala, chekkasida yalangalikda bir quduq joylashgan edi. Juda chuqur. Eshitishish bo'yicha u yerda juda katta ilon bor ekan. Qora, xuddi kinolarda ko'rganimiz anakondaga o'xshash katta ilon quduq ichiga tosh tashlasak g'alati bir ovoz chiqardi. Xuddi shishani yerga yoki tosh urib sindirgandek. Bobomiz ko'p aytardi. U yerga ko'p yaqin bormanglar deya, sababini aniqlash uchun tinmay savollar berardik. Nima uchun, nima bo'lgan deb ular tarixni aytib berardi. Aslida u ilonlar ikkita bo'lgan. Biri sariq, ikkinchisi esa qora ilon. Juda katta ilonlar. Ularni odamlarga ziyoni tegmaydi deyishadi. Ammo bir cho'pon ularni ko'rib qoladi. U qo'rqqanidan qo'liga katta tayoqni olib, ularni o'ldirish uchun yaqin boradi. Qora ilon qochib ketadi, lekin sariq ilon cho'pon o'ldiradi. Ertasi kuni u qo'ylarini molxonadan chiqarish uchun kirgan paytda orqasidan bo'yni tomondan juda kuchli og'riqni sezadi. U anglab ulgurmasdan ortiga qaraydi. Kechagi sariq ilon oldida ko'rgan ulkan qora ilonni ko'radi. U cho'ponni chaqib olgandi. Bu uning sherigi uchun olgan qasosi edi. Cho'pon o'sha yerning o'zidayoq jon beradi. Qora ilonni esa hech qayerdan topisha olmaydilar. Bu ancha yillar avval bo'lgan bo'lsa-da, hali ham o'sha quduq yaqinida qora ilon bor. Buni o'z ko'zlari bilan ko'rganlar bo'lgan. Bir kuni tushlik mahali hamma ovqatlanib bo'lgach, o'z ishlariga chiqib ketgan. Buvimiz uy oldida hammani kuzatgandan so'ng xayol surib o'tirgan payt nimadir tovushi eshitiladi. Uy ichiga kirib qarasa, dasturxon ustida xuddi o'sha tun zulmati kabi qora juda katta ilonni ko'radi. Uzunligi taxminan 8 metrlar keladigan ilon. Dahshat. Uyning markazida yotardi. Buvim qattiq qo'rqqanidan nima qilishni bilmay tashqariga chiqadi va qolganlarni chaqib keladi. Qaytib kelgach, ular hech qanday ilonni ko'rmaydilar. Hamma hayron. U qayerga yo'qolgan? Bobom shunday deb hikoyasini tugatdi. Biz u paytlarda o'yin-qaroq, sho'x bola edik. Hech kimni gapiga kirmas edik. Biz aynan o'sha ilonni ko'rish uchun xuddi o'sha quduq yaqinida soatlab vaqt o'tkazardik. Havo juda issiq, uyga shoshilmasdik. Doimgidek quduq yaqinida o'ynayapmiz. Ichiga tosh tashlaymiz. Ustidan sakrab o'tamiz. Xullas ajoyib vaqt o'tkazyapmiz. Endi uyga qaytsak ham bo'ladi deya do'stim gap boshladi. Mayli, qaytamiz dedim. Men ham uning fikrini ma'qullagan holda, shunda birdan jimlik ortidan qandaydir bir ovoz eshitildi. Sen ham buni eshitdingmi? Dedim unga. U ham, ha, eshitdim. Bu qanday ovoz? Yana jimlik. Men bu ovozni bilaman. Xuddi ilonning vishillagan ovozi. Men o'zimcha xursand bo'ldim va nihoyat o'sha ilonni ko'rar ekanmiz deb ovoz yaqinlashgan sari men qo'rquv bosardi. Chunki ovoz yaqinlashgan sayin juda baland va vahimaga to'la edi. Va nihoyat baland o'tlar orasidan o'sha ilon tanasi va bosh qismi chiqib keldi. Dahshat. Uning qoziqsimon uzun tishlari va sariq ko'zlar odamni vahimaga solardi. Uni ko'rdim, juda katta edi.
Xuddi kinolarda ko'rganlarimiz anakonda bilan o'xshash bir soniyaga nima bo'lganini anglolmay qotib qoldim. Shunda ortimdan ovoz keldi. Qochdik. Bu yerda o'zimga keldim va darhol ortga qarab yugurdim. Juda tez yugurardim. Xuddiki o'sha ilonni bizni quvib kelyapti. Yetib olsa bizni yutib yuboradi degan xayolda quduqdan ancha uzoqlashib to'xtadik. Yurak urishi bir-birimizga eshitilardi. Nafas olishga qiynalardim. Bu chinakam dahshat edi. Xullas azizlar, bu hikoyada ulkan ilon bor narsa bo'lgan voqea. Uni o'z ko'zi bilan ko'rgan insonlar anchagina ishonmaslik esa o'zingizga havola. E'tibor uchun kattakon rahmat, o'zingizni asrang. Barchangizga rahmat aziz muxlislarim. Sizlar bilan bloger Bekzodbek Nur bo'ldi. Barchangizga rahmat. Hikoya yoqdi deb o'ylayman. Hammangizga rahmat. Tundagi voqea. Ismim Aziz, yoshim 16 da. Men maktabni 11-sinfda o'qiyman. Hozir kuz fasli. Maktab boshlanganiga ham 1 oy bo'ldi. Bugun darslar ko'p bo'lgani uchunmi, negadir kun og'ir o'tyapti. Men maktabdan qaytar ekanman, osmonni qora bulut qoplagan. Ha demay yomg'ir yog'ishi aniq edi. Shu sababli yomg'irda qolib ketmaslik uchun qadamlarimni tezlashtirib uyga shoshilardim. Va nihoyat uyga yetib keldim. Kiyimlarimni almashtirib bo'lgach, oshxonada ovqatlanib televizor ko'rib o'tirar ekanman. Birdan telefonim jiringladi. Qarasam oyim ekanlar. Alo, labbay oyijon. Azizbek, bugun biz singling bilan buvinglarnikida qoladigan bo'lib qoldik. Bir o'zing uyda qolgani qo'rqmaysanmi? Yo'q, oyijon, qo'rqmayman, xavotir olmang. Xo'p, unda o'zingni ehtiyot qil. Biz ham ertalab boramiz. Xo'p, oyijon deb telefonni o'chirdim. Ovqatlanib bo'lgach, xonamga kirib darslarimni tayyorlay boshladim. Dars tayyorlab o'tirar ekanman, yuragimda qandaydir qo'rquv bor edi. Nega deysizmi? Chunki bizning uyimiz qishloqning chekkasida bo'lib, hovlimizning bir tomoni quyuq jo'xori poyalari ekilgan. Keng dalaga tutashib ketgan edi. Men darslarimni tayyorlab bo'lganimdan keyin biroz charchaganim uchunmi ko'zimni yumib uxlab qolibman. Birdan qattiq shovqinda uyg'onib ketdim. Sapchib o'rnimdan turdim va tashqariga chiqdim. Tashqarida qattiq momaqaldiroq gumburlab chaqmoq chaqar, yomg'ir ham xuddi chelaklab quyayotgandek yog'ardi. Soatga qarasam 21:00 bo'lgan ekan. Men ovqatlanish uchun oshxonaga bordim. Ovqatlanib o'tirar ekanman, butun vujudim quloqqa aylanib qolgandek edi. Tashqaridan kelayotgan har bitta ovoz yuragimga vahima solardi. Ovqatlanib bo'lgach yana xonamga qaytdim. O'zimni biroz chalg'itish uchun telefonda sinfdoshlarim bilan yozishib o'tirdim. Soat ham 12 bo'libdi. Suv ichish uchun oshxonaga borish kerak. Bormay desam juda chanqagan edim. Boray desam juda qo'rqyapman. Ichki qo'rquvimni yengish uchun o'rnimdan turib hovliga chiqdim. Tashqarida haligi ham yomg'ir yog'ib, shamol esardi. Asta yurib oshxona tomonga borar ekanman. Ko'zim tushgan narsadan tanam muzlab qoldi. Yerda katta oyoq izlari bor edi. Bir necha soniyalar ichida tanam muzlab shokka tushib qoldim.
Axir men uyda bir o'zim bo'lsam, unda bu izlar kimniki? Yerdagi izlarga yana bir qarar ekanman. Bu izlar aniq Jo'xori poya dalasi tomondan kelganini tushundim. Shu payt birdan yer to'lamish eshigi og'ir g'iyqillab ochilgan meni sergaklantirdi. Juda qo'rqsamda bor kuchimni yig'dim-da oshxonaga kirib, eshikni ichkaridan qulflab oldim. Eshikka suyanib o'tirar ekanman, tashqariga quloq solardim. Faqat birdan tashqaridan qanday tovushlar eshitila boshladi. Nafasim bo'g'zimga tiqildi. Tashqarida yurgan kim, u yoki nima? Shu payt meni xonamning eshigi ochilganini eshitildi. Ha, men aniq eshitdim. Rostdan ham meni xonam eshigi ochildi. Men jim o'tirar edim. Xonam eshigi yopilib, keyin boshqa xona eshigi ochildi. Jim kuzatib o'tirishdan boshqa choram yo'q. Tashqaridan kelayotgan shovqinlarga qaraganda, tashqaridagi noma'lum kimsa barcha xonalarga bitta kirib chiqayotgan edi. Demak, barcha xonalarga bitta kirib chiqayotgan ekan. Oshxonaga ham kelishi aniq. Men nimadir qilishim kerak. Yashirinaymi yoki qochaymi? Bilmayman. Azizlar, hikoya yoqqan bo'lsa, hikoya haqida fikrlanish kutib qolaman. Barchangizga rahmat, o'zingizdan asrang. Keyingi hikoyalarimizda ko'rishguncha. Hurmat bilan bloger Bekzodbek Nur bo'ldi. Barchangizga rahmat.